Ha, opa, internet ishlamayaptimi? So'ppazog'mi? Mana bor ishlar bilan nima qilasizlar meni qoldirib? Yana siz bilan shaxmat o'ynaymizmi? Mana. O'yna. Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi. Maya qara, bu skripka chalishi odamga qanaqadir foydasi bormi? Voy, bor. Umuman sezmadim. Odamlarga ham hayronsan. Nima? Ha, wise dost kech payt bo'ladi-yu. Qara yurchi. Menga qara. O rasmni qo'llaring. Qara. Bu rasm bizni eramizdagi avvalgi davrda chizilgan. Zo'rda. Gap yo'q lekin. Rassom shunaqa chizgan. Ha. Gap yo'q lekin. Dada, Ha. yana siz bilan shaxmat o'ynaymizmi? Shaxmatmi? Ha? Ha, o'ynaymiz. Albatta o'ynaymiz. Ha. Dada, haligi qo'shnimiz bor-ku, Ha. O'tkir aka. Ha. Asim bilan nimaga shaxmat o'ynamay qo'ydingiz? Ha. Menga qara o'g'lim, nuqul boru. Shaxmat o'ynayotganda baqir-chaqir qiladigan, to'polon qilib so'kadigan odam bilan sen ham shaxmat o'ynarmiding? To'g'risini ayt. Yo'q, hech qachon. O'shaning uchun ham o'tgan keyin men bilan shaxmat o'ynamaydigan bo'ldi-da. Ana. Ketdi. O ana yerda Mona Lisa bor ekan. Yuringlar ko'ramiz. Kiring. Assalomu alaykum, doktor. Va alaykum assalom. Xo'sh, eshitaman. Shu meni boshim og'riyotdi-da. Boshingiz? Boshingiz og'riyapti. Ha. Xo'p. Yana qayeringiz og'riyapti? Ko'zim og'riyapti. Ko'z og'riyapti. Ha, tushunarli. Yana qayeringiz og'riyapti? Quloqim og'riyapti. Demak, boshdan o'tib ko'zga, ko'zdan o'tib quloqqa. Tushunarli. Yana qayeringiz og'riyapti? Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi? Tomoq og'rig'i, aksirish, yo'talish yo'qmi? Yo'q. Allergiyangiz yo'qmi? Qichima kasalligingiz yo'qmi? Bo'ldi, davolaymiz. Davolaymiz. Iltimos, doktor, tuzating. Albatta. Biz nima qilib o'tiramiz bu yerda? Davolash uchun o'qiganmiz. Mana hozir dorilar yozib beraman. Mana shu dorilarni iste'mol qilasiz, xo'p? Xo'p. Esingizdan chiqib qolmasin. Bir kunda mana 3 mahal iste'mol qilasiz. Tushundingiz-a? 2 tadan iste'mol qilasiz. Xo'p. Faqat esdan chiqib qolmasin, xo'p? Xo'p. Aniq iste'mol qiling. Xo'p. Mana. Doktor, Labe. aniq shu dorilarni iste'mol qilsam tuzalib ketamanmi? Albatta. Buni qachondan iste'mol qilishni boshlayman? Yaxshi savol. Buni bugundan boshlang, kech qoldirmang. Vaqt g'animat. Yo'q. Hozirda iste'mol qilishni boshlang. Hozirdan boshlang, eng muhimi hozirdan boshlash kerak. Yo'q. Ha? Vaqtni qo'ldan boy bermang. Hozirdan boshlang. Xo'p, bo'ladi, doktor. Voy.
bor. Boqsangchi. Bari, Qanaqa qanaqa yengili? yengili? Qanaqa yengili? Bitta uni beringlar, xo'p aytaman, iltimos. Qare. Gapirasanmi? Aytaman. Ha, bu tuyurchi. Ha. Nima Ha, bo'ldi? Nima demoqchi eding? Yengilmi? Bitta uni beringlar, iltimos. Bitta uni beringlar. Bari. Bari o'ynaymaymiz. Bitta uni beringlar, aytaman. Uni beraylik. Aytasanmi aka? Ha, bo'pti, Umid o'ynaveraylik. Aniq aytasanmi? Sizlar o'ynanglar, xo'p. Ha, yo'q. Ozgina. Ozgina, ha. Ha, Qani kel. mayli. Ha, bo'ldi. Nariroq bor, nariroq borgan. Mana bu yoqqa. Mana. Hop. O'yna. Atay. Ha, bo'ldi. Nima bo'pti? Orqada tur. Ha, bo'ldi. Men orqada o'ynayman. Umid, kel. Kattamiz orqaga. Hoppa. Shunaqami? Bo'ladimi? O'yna. Bo'ldi. Qani. Bo'ladimi? Bo'la qolsangchi. Qanaqa yangilik? Gapir. Nima yangilik? Gapir. Nima bo'ldi? Yangilikmi? Ha. Qaranglar, yangi telefon oldim. 13 Pro Max. Nima? Kim o'ynadimi? Hala. Nimaga bizlar uyga kelamiz? Voy. Omma vaqtim yo'q deb bilasan. Har kun ishlayman, har kun tinim yo'qda bilasan shuni. Bayag'ini skripka chalib tursammi o'zi? Ha, chalsam. Tuzu chalsammi? Bayag'ini bu skripka chalishi odamga qanaqadir foydasi bormi? Voy, bor. Qanaqa foydasi bor? Foydasi katta. Qanaqa? Misol, mana dadam. Yaqinda ro'paramizdagi qo'shnimizlar uyini arzon pulga sotyaptilar. Yo'g'i? Aytgancha, Marziya, bitta gap eshitib qoldim. Sen ham eshitdingmi? Yo'q. Ana mahallamizdagi Tunikachi amaki bor-ku, Boqijon aka. Qaysi? Voy yaqinda tomimizni tuzatib bergandilar. Esingdami? Ha, Tunikachi amakimi? Ha, o'sha. U ertalabchi o'sha amakini mashina urib ketibdi. Voy, yo'q-e. Voy opam. Odamlarga ham hayronsan. Tom ustida ham o'zini hidayat qilamasan. Nima? Ha, tavba. Voy. Voy. Hey, nima qilsan? Nima qilsan et? Ko'rmayapsanmi? Va! Sport bilan shug'ullanyapman. Sport? Qanaqa sport bu? Aha! Kim ursa ham og'rig'imni sezmayman. Shunaqa mashq bilan shug'ullanyapman. Yo'q-e. Yo'q-e, rostini. Og'riq sezmaysanmi? Kim ursa ham badanim sezmaydi. Og'riq ham sezmaydi. Qancha ursam ham sezmaysan-a? Yo'q. Umuman sezmayman. Voy, aldamagin. Ishonmasang,
urib sinab ko'r. Ha, ha, cha 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 cha. Qalay, og'ridimi? Shumi? Qattiq ursam, maktabda qo'li yurasan, nimani? Qo'y. Bor kuching boricha ur. Mayli. O'zingdan ko'r. Og'ridimi? Umuman sezmadim. Yo'q-ku. Sezmadingmi? Yo'q. Bo'ldi, qara. To'xta. Okey. Oy. Umuman sezmadim. Oy, o'g'rimadimi? Qo'l qarab tur, yomon qattiq urama. Qattiqroq ur. Qo'yile senga. Bo'pti, gaplashamiz. Keta qo'ygin. Oy. Oy. Hech kim yo'qmi? Shunaqa uradimi? Ay! Ha, opa, internetingiz ishlamayaptimi? Ha, telefonim o'chib qopti. Qayerdan bilding? Voy, kitob o'qiyapsiz-ku? Bor, chalg'itmagin. Opa, nima kiyimlarcha to'ydacha oppoq ko'ylak kiyishadi? Voy, Zindiljonim, shuni ham bilmaysanmi? Chunki oq ko'ylak tinchlik, go'zallik, baxtlilik, poklik ramzi. Shuning uchun kelinlar to'yda oq ko'ylak kiyishadi. Tushundingmi? Ha, bildim. Voy, nimani? Nima kiyimlarcha to'ydacha qora kostyum kiyishar ekan. Menga qara. Ha, Sen ham avtobus kutyapsanmi? ha, men ham avtobus kutyapman. Menga qara. Meni senga bitta savolim bor. Bera qol. Ahmoq odam qanaqa bo'ladi? Ahmoq odammi? Ha? Ahmoq odamning gapirgan gapini hech kim tushunmaydi. Tushundingmi? Yo'q. Ey, menga qara. Sen nechanchi avtobus kutyapsan? 7-chi. Ha, men 6. Ha. Voy, ana avtobus keldi. Ha. Voy, 67mi? Ha? Voy, birga ketarkanmiz. Ketdik, yur. Bir-biridan ko'chirish bo'lmasin. Hech kim ko'chirmasin. Ahmadjonov. Tur o'rningdan. Nimaga uxlayapsan? Darsda uxlash mumkin emas. Ha, aytgandek. Senga taalluqli bo'lgan bir savol bor. Xo'p. Men uxlayapman. Sen uxlayapsan. Ular uxlashyapti. Qaysi zamon bu? Qaysi zamon? Men uxlayapman. Sen uxlayapsan. Ular uxlashyapti. Voy, ustoz, kech payt bo'ladi-yu. Ya bo'ldi. Menga qara, Firdavs, sinf ilida yalqov
yozmadim. Tushunmading shekilli sen. Sinfilada hamma yozib o'tirganda kim yozmay qarab o'tiradi? Shunaqa demaysanmi? O'qituvchimiz-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'sh bolajonlar, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz nazorat ishi yozamiz. Qani? Kitob daftarlarini yig'ishtiramiz. Telefon kalkulyatorlarini yig'ishtiramiz. Nazorat ishini boshlaymiz. Ustoz, boshim og'riyapti. Nimaga? Tomog'im og'riyapti. Ustoz, uyimga javob bermasangiz bo'lmaydi. Axir aytdim-ku, nazorat ishini yozamiz deb. Nega javob beraman? Ustoz, boshim qattiq og'riyapti. Ha, boshing og'riyaptimi? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, nazorat ishini ertaga qoldiramiz. Bugun esa hammamiz zooparkka boramiz. Qani ketdik. Sen esa Anvar. Yaxshisi uyga borib, dorilarni ich, ko'p dorilarni ichgin. O'ranib yot, qaynatma sho'rva ichgin, xo'pmi? Sen bizga sog'lom keraksan. Zoopark qochib ketmaydi. Hali ko'p borasan zooparkka. Darsam mayli, senga ruxsat. Dars keyin bo'laveradi. Voy, sherlar bor yo'da. O'ylab qarasam, boshim og'rimayapti. Boshim aylamayapti. Tomog'im ham og'rimayapti. Soppa sog'mi? Mana borishlar bilan nima qilasizlar meni qoldirib? Bu qanaqasi bo'ldi? Hozirgina boshim og'riyapti deding-ku. Aytolma, bizning soppa sog'mi? Meni ham oboringlar. Nima qilasizlar meni qoldirib? Yo'q-ey. 100% sog'lommisan? Ustoz, menga ishoning. Hech qadim og'rimayapti. Soppa sog'man. Mana boring safarga. Nima qilasizlar meni qoldirib? Tomog'im ham og'rimayapti. Qo'shig'im ayta olmayman. Boshim ham og'rimayapti, og'riq. Rostdanmi? Ana, bolalar eshitdinglarmi? Soppa sog' ekan, ha? Eshitdim. Xo'p. Soppa sog' ekanmi? Aniq soppa sog'misan? Soppa sog'man. Yaxshi. Unday bo'lsa, qani o'tir. Nazorat ishini yozamiz. Qani boshladik bolajonlar. Qani? Yozinglar. Ha